Bugun sizlar bilan tir tonalkasini sinab ko'ramiz. Undan oldin yuzimni yaxshilab makiyajga tayyorlab olaman. Birinchi yuzimni toner bilan namlantirib olaman. Ko'rib turganingizdek, meni ham yuzimning muammolari juda ham ko'p. Shu SPFdan har bitta qiz ishlatib ko'rish shart, chunki 95 ming bo'lgani bilan pulini 3 barobar oqlaydi qizlar. Qaranglar, umuman oq nalyot qoldirmaydi, 50+ himoya. Keyingisi tir-tirdan baza. Bu prям stiklanniy qilib qo'yadi yuzinglarni. Surganinglardan keyin yaltirab qoladi. Ustidan tonalka surganinglardan keyin ozgina yopishqoq effekti bor. Shu hisobiga tonalkalarni kechgacha ushlab beradi. Qizlar, tir-tiri tonalkasi magazinda yo'q, lekin qo'shonlari bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Men maksimalni kamroq surishga harakat qildim. Yuzim eng katta muammolaridan biri bu yuzimni qizarib qolishdi. Menimcha qizarishlarini ham yopdi, rangi ham menga tushdi. Ketidan tir konsiler. Menga yoqdi, rangi ham tushdi. Endi boshqa konsilerlardan lekin asobiy farqi yo'q. Oxirgi rezultati shunaqa makiyaj bo'ldi qizlar.